Diyelim. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Agromagamlari filiali oyda 3 marta tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan. Uchrashuvda tadbirkorlar muammolarini, masalalarni hal etib, kredit bo'lsa kredit berib, ishga o'rin yaratish asosiy maqsad. Hozir bugungi kunda bizlarda 312 sonli qaror bo'yicha 300 million so'mgacha kredit bor, 100 million so'mgacha sug'urta bilansa bo'ladi, aylanib zalog qo'yilsa bo'ladi. Bu yuridik shaxslar uchun, jismoniy shaxslar uchun 50 million so'mgacha kreditlarimiz bor, mahalla loyihasi, biznesga ko'mak degan kreditlarimiz bor. Hujjat topshirsanizlar, chiqarib beraveramiz. Sizga qanday kredit bo'lyapti? Chorvachilik kreditni necha so'mgacha berasiz? Ya'ni yuridikka 300 million so'mgacha beramiz, jismoniyga 50 million so'mgacha. Qarz olib. 300 million so'mgacha 100 zalogsiz sug'urta bilan beramiz, aynan ustunda 200 millioni bilan garovga hujjat topshirsangiz chiqarib beramiz. Bunda shu chorvachilik kreditga yozib qo'yingmi? Garovga nima qo'yish kerak? Garovga ko'chmas mulk bo'lmasa mashina, texnika, bo'ynini bo'lardi. Ko'chmas mulk natural binoga chap ko'rsatadi. Bular umidda 300 million so'mgacha berib chiqarib beramiz. 3 kungacha.